Hammaga salom do'stlar. Bizda bugungi videoda serverimizda qanday kuchayishlar mumkinligini yo'llarini ko'rib chiqamiz. Ana bo'lmasam do'stlar. Buga boramiz. Pushtoy bo'lamiz. Hop, owner ekan mana. Bizda hozircha anarxiya, hit PvP va box PvP bor do'stlar. Hop, box PvP dan boshlaymiz. Box PvP hali yangi, ko'p narsa qo'shilgan yo'q. Hop, do'stlar mana maylar bor. Bemalol kuchayishlarni ko'radi. Tepada bu yerdan hop, hozir o'zim kutaman. Bu yerda PvPdan kichkinagina joy. Hop, masalan, mana bu yerdan buzib, bir narsa oldilaring. Masalan, bir stack diamond qildilaring. Hop, buni sotmoqchilar. Tepada balans 54 ming turibdi. Hop. Stokka kelamiz, shunday qilamiz. O'rin ustiga bosamiz mana. Hop. Uy, preket turibdi, sel preket turibdi. Hop. Chap tugmani bossak, sotuvga kiradi. Hop. Bosib turamiz ana. Sotyapti. Mana pulimiz ko'payadi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Buni sotib olish uchun o'ng tugmani shunday bosamiz. Bossak, mana sotib olyapti. Ko'ryapsizlarmi? Hop, endi buni sotish bosamiz. Sotyapti. Pulimiz ko'payadi. Bittasi 13 mingdan ekan. Yana qancha pul bo'lar ekan? Hop, bu box PvPda kuchayishning yo'li edi. Hop, bu yerda mana kitoblar sotib olishlar mumkin mana. Sotib oldik yana. Hop, bu yerda shu pul yig'ib sotib olsalar ham bo'ladi narsalar. Hop, endi kit PvPga kiramiz. Hopga boramiz. Warp orqali kirsalaring bo'ladi. Mana bo'limlar bor. Bemalol warp orqali kirsalaring bo'ladi. Biz hozir kit PvPga kiramiz. Qani ketdik. Kit olib PvP qiling. Maza qilib kit deb yozamiz mana. Do'stlar, endi kirganlar uchun yaxshi kit tayyorlab qo'yganmiz mana. Bemalol kuchayib olishlaring uchun. Buni bir haftaning ichida yo'q qilib yuboramiz bu kitni. Shuning uchun tezroq kirib kitni olib olishlaring kerak. Bo'lmasam kit o'chib ketadi. Olib olasizlar va pastda bemalol PvP qilishlaring mumkin bo'ladi. Hop, bu yer ham bo'ldi. Endi anarxiyani ko'ramiz. Xo'p deymiz. Do'stlar, anarxiyaga boshqa yo'l bilan kirsa ham bo'ladi mana. Bas. Var spawn deb yozsalaring, anarxiyaga teleport bo'ladi. Anarxiya spawn. Robot bo'lyapti. Video ketyapti. Do'stlar, aytda UZB degan yozuv yozib qo'yganmiz. Bu yer RTP do'stlar buni. RTPda baza qurmoqchi bo'lsangiz, shunday bosasizlar. Bo'ldi. Bas. Negadir shu RTPga borayotgan qandaqa cho'zilib ketyapti. RTPda ham tezlanadi. Do'stlar, laglarni kamaytirish uchun pluginlar, ikkita pluginlar qo'shganmiz. Bemalol qotmasdan o'ynasalaring bo'ladi. Hozircha shu pluginlar bor. Negadir ishlamayapti. Ni ham tuzatishga harakat qilamiz. Hop. Do'stlar, mana parkour ham qo'shganmiz anarxiyada.
parkur orqali ham diamond har xil narsa olsa ham bo'ladi. Blokdan o'tdim. 5 blokdan ko'pga o'tsalaring ularga narsa beraman. Nega? Menimcha 6 ta edi. 4 5 6 7 8 9 10. Mana diamond berdi. Hop, yana. Bu yerda kamonda mashq qilsam bo'ladi. Hop. Ownerlar. Sardor, Shoshu YouTube, Renzo, Uzi. Mana mine. Birinchi mine. Hop, bu yoqda ikkinchi mine bor. Var. PvP'ga boramiz. Mana var PvP bu. Buni ichiga har xil narsa solib turamiz. Epic narsalar. Do'stlar, hop. Mine'ga keladigan bo'lsa, hop. Masalan, haligi kitni oldilaring. Bu yerda ham hop, bu yerda ham olasizlar mana. Olasizlar. Shopga borasizlar. Chaptikdan olib sotib olasizlar. Mana bo'ldi. Hop. Kodga kirib, ovqat sotib olasizlar ham bo'ladi. Bemalol kuchda ishlash mumkin. Narsalar sotib olib, короче, bizning serverda kuchayish o'ta oson. Bir haftadan keyin kuchayishni qiyinlashtirib qo'yamiz. Shuning uchun tezroq kirishga harakat qilinglar do'stlar. Server IP'sini mana ko'rib turibsizlar. shov.uz.alternas.me. Shuning uchun tezroq ulgurib boringlar. Bir haftadan keyin qiyinlashtirib qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar.